Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan burun to'sig'ini perforatsiyasi haqida gaplashamiz. Burun to'sig'i perforatsiyasi nima degani? Bu burnimiz o'rtadagi devorimizda defekt, ya'ni teshik paydo bo'lishini burun to'sig'i perforatsiyasi deymiz. Va bu bemorlarimizda qanaqa klinik namoyon bo'lishini olib kelishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan belgilardan bittasi bu vaqti bilan burun qorab, burun ichidan qotqo'llar paydo bo'lishiga shikoyat qilishadi. Eng ko'p uchraydigan sababi klinikasi. Ikkinchisi demak, burun nafas olganda suysak chalishi mumkin bo'ladi. Ya'ni shuni nafas olib chiqarganda suysakka o'xshagan ovoz paydo bo'ladi. Uchinchisi burnimizni ozgina cho'kishiga olib kelishi mumkin, ya'ni tashqi burnimizni o'zgarishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Va to'rtinchi eng ko'p uchraydigan klinikasi bu demak burun bitishiga olib keladi. Ya'ni burnimizni to'sig'idagi teshik katta bo'ladigan bo'lsa, bu fiziologiyani buzilishiga olib keladi, ya'ni havoni demak qaytib kelishiga olib kelishi mumkin bo'ladi. Resirkulyatsiya deymiz. Shu hisobiga burun bitishi boshlashi mumkin. Burun to'sig'ini perforatsiyasini nima keltirib chiqaradi? Eng ko'p uchraydigan sabablardan bittasi bu travmadan keyin bo'lishi mumkin bo'ladi yoki bo'lmasam operatsiyadan keyin, ya'ni aynan burun to'sig'ini to'g'rilash operatsiyasi, septoplastik operatsiyasidan keyin bo'lishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi demak ko'p uchraydigan savollardan bittasi bu spontanni deymiz, ya'ni o'zidan o'zi ham teshilib qolishi mumkin, lekin bunga eng ko'p sababchi bo'ladigan esa burunchidagi infeksiya. Ko'pincha tillarang stafilokok deymiz. Staphylococcus aureus degan qo'zg'atuvchi hisobiga yuzaga kelishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari har xil muolajalar, masalan, zondlar burun orqali qo'yilishi mumkin, kateterlar qo'yilishi mumkin bo'ladi. O'shanda ham demak burun travma olish hisobiga burun to'sig'ini perforatsiyasi kelib chiqishi mumkin bo'ladi. Endi bu kasallikni davolasa bo'ladimi? Hozirgi kunda albatta davolasa bo'ladi, lekin albatta bemorlarni to'liq tekshiruvdan o'tkazamiz, nima sabab bo'lganini aniqlaymiz. Teshikni katta kichikligiga bog'liq holatda demak operatsiya qilish mumkin yoki yo'qligini aytamiz. Bu narsani demak asosan operatsiya yo'li bilan davolanadi. Burnimizni o'zidan har xil joylaridan loskut deymiz, loskut olib o'sha teshikni yopish orqali tepada sanab o'tirgan barcha shikoyatlardan xalos bo'lish mumkin bo'ladi. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bizga yozishingiz mumkin bo'ladi. Biz sizni bu kasallik bo'yicha davolashga yordam beramiz.